Yomon odatni tashlash uchun kuchli iroda kerak degan safsataga siz ham ishonasizmi? Irodamni yig'ishim kerak, irodam yetmayapti. Kelasi dushanbadan irodamni ishga solaman. Keling ochig'ini gaplashamiz. Bu bo'lmagan gap. Agar odatlarni tashlashda faqat iroda yordam berganda edi, atrofimizdagi hamma allaqachon chekishni, bekorchilikni, nosog'lom turmush tarzini yoki ijtimoiy tarmoqlarda soatlab vaqt sovurishni tashlagan bo'lardi. Lekin nimagadir unaqa bo'lmayapti. Nimaga bilasizmi? Chunki iroda bu juda tez tugaydigan va cheklangan resurs. Iroda xuddi telefoningizdagi batareykaga o'xshaydi. Ertalab uyg'onganingizda batareyka 100% bo'ladi. Keyin kun davomida ishda stressga tushasiz, qarorlar qabul qilasiz, muammolarni hal qilasiz, charchaysiz va kechga borib iroda batareykasi 5% ga tushib qoladi. Aynan kechqurun iroda tugagan paytda miyangiz sizni eski, arzon va oson dopamin manbalariga, o'sha siz qutulmoqchi bo'lgan yomon odatlaringizga sudrab ketadi. Shuning uchun irodaga suyanish bu 100% yutqiziladigan strategiya. Men buni shunchaki kitoblardan o'qib aniqlamaganman. Men 20 yil davomida sigaret chekkan insonman. 20 yil. Bu umrning juda katta qismi. Bu vaqt ichida men o'nlab marta irodamni yig'ib tashlashga harakat qilganman. Ba'zida bir hafta, ba'zida bir oy chidaganman. Lekin iroda tugashi bilan yana o'sha botqoqqa qaytardim. Toki men bir narsani anglab yetmagunimcha, odatga qarshi iroda bilan emas, psixologiya va tizim bilan kurashish kerak ekan. Qachonki men jarayonga irodani emas, 4 ta muhim psixologik qurolni jalb qilganimdan keyin 20 yillik odat soniyalar ichida kuchini yo'qotgan. Bugun men sizga mana shu 4 ta qurolni birma-bir ochib aytib beraman. Birinchi va eng muhim psixologik qurol bu nafrat. Ko'pchilik odatni tashlamoqchi bo'lganda katta xatoga yo'l qo'yadi. Ya'ni ular odatni yaxshi taraflarini va taqdim etadigan rohatini o'ylab ko'rishadi. Masalan, chekadigan odam nima deydi? Bu meni tinchlantiradi. Ishdan kallam charchaganda yengil tortaman, dam olaman deb o'ylaydi. Yoki ortiqcha vazn yig'adigan odam bu shirinlik menga quvonch beradi, tinchlantiradi deb hisoblaydi. Siz miyangizda bu odatni ozgina bo'lsa ham pozitiv tomonini saqlab turar ekansiz, miya har doim sizni o'sha tomonga tortaveradi. Chunki miya biologik jihatdan rohat va yengillik manbaiga intilishga dasturlangan. Siz pozitsiyani tubdan o'zgartirishingiz kerak. O'sha odatga mezbon yoki do'stdek emas, ashaddiy dushmandek qarang. O'zingizga savol bering. Bu odat sizga aslida nima beryapti? U sizni sog'lig'ingizni o'g'irlayaptimi? O'g'irlayapti. Pulingizni havoga sovuryapti, energiyangizni so'rib olyapti, yaqinlaringiz oldida obro'yingizni to'kyapti. Sizga shuncha zarar keltiradigan narsaga qanday qilib mehr bilan qarash mumkin? O'sha odatdan chin dildan nafratlanishni boshlang. Uni faqat va faqat ipidan ignasigacha keltiradigan zararga fokus qarating. Miyangiz mana shu odatdan rohat yoki pozitiv mantiq qidirishni to'xtatgan zahoti u odat o'zini kuchini yo'qotishni boshlaydi. Ikkinchi qurol bu tashqi mas'uliyat va ijtimoiy bosim. E'tibor berganmisiz? Inson o'ziga o'zi bergan va'dasini buzishi juda ham oson. Ertalab 6 da turaman deysiz-da, budilnikni o'chirib yana uxlayverasiz. Chunki sizdan hech kim hisob so'ramaydi. O'zingiz bilan o'zingiz kelishib olish dunyodagi eng oson narsa. Lekin boshqalar oldidagi va'dani buzish inson psixologiyasi uchun juda ham og'ir jarayon. Bu ijtimoiy bosim. Sizga hayotiy bir real keysni aytib beraman. Mana bir menejerim bor edi. U ham o'zidagi zararli odatdan qutula olmay yurgandi. Men unga shunaqa maslahat berdim. Agar buni yolg'iz o'zing qilsang, baribir sinasan. Qog'ozni oldida 30 kunlik jadvalni chop et va bu jadvalni hamma ko'radigan ofisni o'rtasiga devorga osib qo'y. Hammaga ochiq ayt. Men 30 kun davomida buni qilmayman deb. Shunday qildi, bilasizmi nima bo'ldi? Butun ofisning e'tibori unga qaratildi. Jamoani yarmi qachon sinarkan, qachon yengilarkan deb kutgan bo'lsa, qolgan yarmi esa davay, bardam bo'l, uddalaysan deb qo'llab-quvvatladi. Mana shu narsa, ya'ni qachon sinarkan deb turganlarning ko'ziga mag'lub bo'lib ko'rinmaslik va qo'llab-quvvatlaganlarning ishonchini oqlash tuyg'usi unga juda ham katta kuch berdi. U butun ofisni bosimi va e'tibori ostida 30 kunlik challenjni bitta kunni ham buzmasdan mukammal o'tkazib oldi va odatdan butunlay qutuldi. Agar odatni tashlamoqchi bo'lsangiz, buni ichingizda saqlamang. Eng qadrli, siz hurmat qiladigan insoningizga yoki butun jamoangizga so'z bering. Avtomatik ravishda tashqi mas'uliyat paydo bo'ladi. Uchinchi qurol bu vaqt bilan o'ynash va miyani aldash. Siz miyangizga men bu odatni butunlay to'g'ri tashlayman deganingizda, miya dahshatli vahimaga tushadi. Miya uchun umrbod degan so'z bu stress. Muammo shundaki, miya stressga tushganda psixologik himoya mexanizmi sifatida ana o'sha tinchlantiruvchi eski odatlarga yopishadi. Siz qanchalik to'g'ri desangiz, ichingizdagi qarshilik shunchalik kuchayaveradi. Shuning uchun miyani aylanib o'tish kerak.
Ya'ni unga cheklov qo'ymang, aksincha, uni aldang. O'zingizga ayting. Men buni butunlay tashlayotganim yo'q. Shunchaki uzoq muddatga pauza qilaman. Masalan, 10-15 yilga. 15 yildan keyin yana qaytaman. Psixologik nuqtai nazardan 15 yil deganda miya uchun deyarli hech qachon bilan teng. Lekin eng muhimi miya baribir qaytar ekanmiz-ku, abadiy emas ekan deb tinchlanadi. Bu sizga qarshilik qilishni, sizni ichingizda shu g'ajishni va qiynashni to'xtatadi. Stress kamayadi. Sizning vazifangiz miyani tinchlantirib, bugungi kunni g'alaba bilan yopish. Ertaga yana xuddi shu ishni qaytarasiz. Vaqt o'tishi bilan neyron aloqalar uziladi va sizga 15 yildan keyin ham bu odatni umuman keragi bo'lmay qoladi. 4-chi va eng kuchli kulminatsion qurol bu faxr va shaxsiy or-nomus. Odatni yengganingizdan so'ng paydo bo'ladigan ichki g'urur tuyg'usi hech narsa bilan solishtirib bo'lmaydi. Birinchidan, siz yomon odatni tashlaganingizda atrofingizdagi eng yaqin insonlaringiz, masalan, oilangiz, farzandlaringiz, do'stlaringiz, hamkasblaringiz chin dildan xursand bo'lishadi. Ularning ko'zidagi hurmat va e'tirofni ko'rganingizda sizda o'zingizga bo'lgan ishonch yana ortadi. Ularni xursand qila olganingiz uchun ham va o'z so'zingizda turganingiz uchun o'zingizdan faxrlanishni boshlaysiz. Mana shu faxr tuyg'usi har qanday arzon dopamindan, sigaretdan ham, shirinlikdan ham, bekorchilikdan ham 1000 marta kuchliroq va sifatliroq his tuyg'u. Ikkinchidan, har safar qayta boshlash o'sha vasvasasi kelganda o'zingizga va egoingizga savol bering. Agar men hozir yana taslim bo'lsam, qayta boshlasam, men kim bo'laman? Men o'z so'zida tura olmaydigan odammanmi? Men o'zimga o'zim yutqizamanmi? Sizdan ko'ra kuchsizroq, aslida hech qanday aqlga va jonga ega bo'lmagan oddiy bir junbushga yoki odatga yengilish bu o'z qadringizni, xarakteringizni toptash bilan teng. Or-nomusni o'rtaga qo'ying. Mana shu ichki g'urur va faxr sizni har safar orqaga qaytishda mahkam ushlab turadi. Do'stlar, xulosa qilib aytganda, iroda bu shunchaki bahona. Iroda yo'qligi uchun emas, tizim yo'qligi uchun odamlar odatlariga asir bo'lib yurishaveradi. Endi bir joyga yig'aylik. Bu tizim 4 ta psixologik ustundan iborat. Nafrat, odatni faqat zarariga fokusirovka qiling. Va'da, ya'ni ommaviy va'da berib, tashqi mahsulot yarating. Vaqt, 15 yildan keyin qaytaman deb miyani aldang. Faxr, o'z xarakteringiz va g'alabangiz bilan o'zingizdan faxrlaning. Mana shu 4 tasini bir vaqtni o'zida qo'llang. Men buni 20 yillik chekish tajribamdan keyin o'zimda sinab ko'rganman. Mani jamoamdagi menejerlar sinab ko'rishgan va boshqa do'stlarim, insonlar bu narsani ishlatishgan. Endi navbat sizda. Izohlarda ochiq ayting. Siz aynan qaysi yomon odatingizdan qutula olmay yuribsiz va yuqoridagi 4 ta psixologik quroldan qaysi birini bugunroq ishga solasiz? Izohlarda yozing. O'zingizga ilk ommaviy va'dani bering. Kanalga a'zo bo'lishni va bu videoni yomon odatini tashlay olmay yurgan yaqin do'stingizga ham yuborishni unutmang.